Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Islom Usta kanalini kuzatib boruvchilar. Mana biz navbatdagi darvozamizni 5 qopga o'rnashtirdik. Bu darvozamizni eni sizlarga tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bu darvozamizni eni 3,40, bo'yi 3,5. Ikki qavatli darvozamiz. Mana o'ziga xos mana nimalari bilan ruchkalariga qo'yib, zamoklari zubur zamok holatlari. Do'stlar, kimga qanaqa darvoza kerak bo'lsa, mana shapkalarigacha qo'shib, bitta alohida eshikchasini o'rnatyapmiz. Hurmatli yurtdoshlar, tepadan naveslarigacha arqa holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli yurtdoshlar, mana arqa holatlari azizlar. Mana tepadan navesigacha olib kelib o'rnashtirib ustonovka qilib berdik. Mana holatlari, orqasi tekis bo'ladi. Ikki qavatli, ikkilikli ista tayyorlab berdik. Mana darvozamizning holati. Bu darvozamizni 15 millionga kichkina eshikchasi bilan olib kelib o'rnashtirib berdik. Kimga qanaqa darvoza kerak bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Islom Usta doim xizmatlaringda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.